Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar hamda o'quvchilar. Hozir biz matematika, Prezident va Al-Xorazmiy maktablariga qo'llanma kitobidan 41 mavzudan boshlab ba'zi bir misollarni yechimini, mavzularini ko'rib chiqamiz. Demak, bizda 41 mavzu nima? 41 eng katta umumiy bo'luvchisi, ya'ni I kub. Xo'sh, eng katta umumiy bo'luvchi. Demak, 41 mavzu eng katta eng katta umumiy bo'luvchi, umumiy bo'luvchi, ya'ni I kub. Qisqartma so'z. I kub degani demak bizda eng katta umumiy bo'luvchi degani. Xo'sh, bu nima ekan? Demak, umumiy bo'luvchi degandan biz bilamizki, bu kamida ikkita sonning umumiy bo'luvchisi deb tushuniladi. Aytaylik, bizda 24 va 36ning I kubini toping deydigan bo'lsa, savol. I kubini toping degan savol qo'yilgan bo'lsa, qay tariqa berilishi mumkin? I kub 24 36ni toping desa ham biz tushunamiz. Topamiz endi. Bu uchun nima qilamiz? Bu uchun 24 va 36ni to'rt ko'paytuvchilarga ajratamiz. Demak, 24 degani bizda 8 karra 3 degani. 8 degani 2ning kubi ko'paytirilgan 3. Demak, 24 2ning kubi ko'paytirilgan 3 kabi tub ko'paytuvchilarga ajrat. Nima uchun tub ko'paytuvchi deyiladi? Ko'paytmada faqat asosda tub son qolishi kerak. 3 ham tub, 2 ham tub. 8 karra 3 tub ko'paytuvchi emas. Chunki 8 tub emas. O'shaning uchun biz daraja keladiganini albatta keltirib qo'yishimiz kerak. Asos tub bo'lib qoladi. 2 son, 3 tub son. Yaxshi. Endi 36ni ham yozib olamiz. 36. 36 degani 9 karra 4 degani. 9 karra 4. Endi buni ham 4ni 2ning kvadrati deb yozish mumkin. Ko'paytirilgan 9ni 3ning kvadrati kabi yozishimiz mumkin. Demak, buni ham tub ko'paytuvchi ajratib oldik. Endi I kubini qanday topamiz? I kubni qisqacha B deb yozib ketaylik. Ya'ni oxirgi harfini. I kubni qisqacha, shunchaki qisqalik uchun. Yoki to'liq I kub deb yozsak ham bo'laveradi. I kub bizga savol endi 24 va 36ning I kubini topishimiz kerak. Bu uchun nima ish qilamiz? Eng kichik darajalarni ko'paytiramiz. Ya'ni I kub degani bizga eng katta umumiy bo'luvchi-ku. Mana shu 24 va 36ni shunday songa bo'lishimiz kerakki, umumiy bo'luvchisi bo'lsin va o'sha eng kattasi bo'lsin. Xo'sh, mana bunda 2ning kubi bor, buning 2ning kvadrati bor. Biz kichigini olamiz. Chunki ikkalasi ham bo'lishi kerak-da. 2ning kvadrati. Ko'paytirilgan 3 va 3ning kvadrati bor. Qaysi eng kichik? 3 kichik albatta. 3. 4 ko'paytirilgan 3. Ya'ni bu 12 bo'ladi. Demak, 24 va 12ning I kubi, ya'ni eng katta umumiy bo'luvchisi 12 ekan. 24 ni 12 ga bo'lsam 2, 36 ni 12 ga bo'lsam 3.
Bularga bundan katta umumiy bo'luvchi yo'q. Bu 24 ga bo'linadi, lekin bu 24 ga bo'linmaydi. Chunki 24 umumiy bo'luvchi bo'lolmaydi. Demak, 12 ekan. Xo'sh. Mhm. Endi, endi bizlarga quyidagicha savol qo'yilyapti. Savol. Birinchi savol. A barobar, A barobar 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 2, 3 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 7. B barobar 2 kere 2, 3 kere 5 va 7. Savol A va B sonlarining eng katta umumiy bo'luvchisini toping degan. Ya'ni umumiy bo'lish degani i kubini toping. Savol nima ekan? I kub A nuqta virgul B. Bu degani A va B'ning i kubini toping. Biz qisqalik uchun buni oxirgi harfini yozib ketdik. B, A va B. Bundan keyin shunaqa yozib ketsak, hammaga tushunarli bo'lishligi uchun yozib ketyapman. Oxirini B yozsam, demak i kubini topayotgan bo'ladi. Demak, yozib olaman bularni endi. Nima qilamiz? A barobar tub ko'paytiruvchi ajratib olamiz. 3 ta 2ning ko'paytmasini biz 3ta bo'lgani uchun darajalariga 1 bor. 3ta 1 qo'shilib darajasi 3 bo'ladi. 2ta 3 bo'lgani uchun 3ning kvadrati bo'ladi. Va 5 shundoq ham tub ko'paytuvchi va 7 ham o'zi tub. Endi B'ni ham yozib olamiz. B barobar 2ning kvadrati. Mana 2ta 2 bor bu yerda. Ko'paytma turibdi. 3, 5, 7lar tub ko'paytuvchilar. Endi topamiz A va B'ning i kubini. Barobar. Qaraymiz, ikkilarga qaraymiz birinchi. 2ning kubi 2ning kvadrati. Biz kichigini olamiz i kub topishga. 2ning kvadrati. Xo'sh. 3ning kvadrati va 3. Kichigi 3. 5 va 5. Ikkalasi ham bir xil, bittasini ol. 7, 7. Bo'lishni 7 olishimiz shart. Demak, buni ko'paytirib qo'ysak, javob shu bo'ladi. 4 kere 3, 5 kere 7 35. Yani 5 o'tirsinchi. Ko'paytirilgan 7. Buni uchalasini birinchi ko'paytirish qulay bizga. 4 kere 3 12, 12 kere 5 60. 60 kere 7. 6 kere 7 42. Nolini orqaga yozib qo'ysak, 420 ekan bu savolning javobi. Endi biz hozir ikkitaligini ko'rdik. Endi 3taligini ko'ramiz. Ya'ni 3ta sonning umumiy bo'luvchisi qanday topiladi? Mana bizni kitobimizdagi 3-misolda, ya'ni mashqlardan ko'ryapmiz. Birinchisini ko'ra qolaylik. 54 va 36 va 99. Mana shu 3ta sonning eng katta umumiy bo'luvchisini toping degan savol. Ya'ni i kub 54 nuqta virgul 36 va 99. Bu degani 54, 36 va 99ning umumiy bo'luvchisini toping. Ya'ni eng katta umumiy bo'luvchisini toping. I kubini. Buni ham tub ko'paytiruvchi ajratib olishimiz shart. Demak, biz
54 ni 27 karra 2 deyishimiz mumkin. 27 degani 3 ning kubi degani. Ko'paytirilgan 2. Endi 36 ni yozib olamiz. 36 degani boya biz yozib oldik 36 ni. Mana tepada turibdi. 2 ning kvadrati va 3 ning kvadrati. Chunki 4 kira 9 da 3 ning kvadrati va 2 ning kvadrati. Endi 99 ni yozib olsak, 99 degani ko'rinib turibdiki, bu 9 kira 11 bu. 9 ni 3 ning kvadrati kabi yozamiz. 11 kub son. Bu boshqa ajralmaydi. Endi javobni yozib olamiz. Demak, i kub, uchalasining i kubi bizga quyidagicha bo'ladi. Xo'sh, birinchi 3 ni ko'rib chiqargan bo'lsak, 3 ning kubi, 3 ning kvadrati, 3 ning kvadrati. Kichik darajalini olamiz, 3 ning kvadrati bizda ko'paytirilgan. Keyingisi 2. 2, 2 ning kvadrati 11. Uchalasida ham 2 yo'q, yoki 11 yo'q, yoki 2 ning kvadrati yo'q. Biz yo'q sonni ololmaymiz. Uchalasida ham bo'lishi kerak. Mana 3 ning kvadrati uchalasida ham bo'lgani uchun oldik. Mana buni 3 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 deb yozish mumkin. Shuning uchun bunda ham 3 ning kvadrati bor. Bunda ham bor, bunda ham bor. Lekin 2 bunda bor. Bunda ham bor. Lekin 3-9 da 2 yo'q-da. O'shaning uchun endi boshqasini ololmaymiz. Chunki 11 olsam hozir mana ikkalasiga bo'linmaydi. Chunki ko'paytmada 11 bo'lgandan keyin bo'linmaydi. Yoki mana bu ko'paytuvchida 2 yo'q. 2 ni olib qo'ysam 99 2 ga bo'linmaydi, to'g'rimi? Demak, 3 ning kvadratini o'zi qolar ekan. 3 ning kvadrati deganimizda bilamizki, 3 karra 3, ya'ni 2 ta 3 ning ko'paytmasi. Nechta son berishdan qat'iy nazar hammasini ko'paytuvchilarga, ya'ni tub ko'paytuvchilarga ajratib, eng kichiklarini olib ko'paytirib qo'ysak, o'sha 3 ta sonning yoki nechta sonning bo'lsa ham i kubini topgan bo'lamiz. Ya'ni eng katta unli bo'luvchisini. Bu mavzuda ko'p muammo yo'q. Endi bizda yana nimalar bor? Umumiy bo'luvchi yoki o'zaro tub sonlar degan masala bor. Endi shu mashqlarimizdan 13-masalaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, kitobimizda bor bu. Nimada? 133-bet, yangi kitob 2024. Savol: o'zaro tub sonlar juftligi topilgan. Demak, o'zaro tub sonlar juftligini toping deyapti bizga. Juftligini toping deyapti. Yozib ko'ramiz. 18 va 25 yozilgan ekan. O'zaro tubmi bular? Endi o'zaro tubga misol keltirsak, mana o'zaro tub nima degani o'zi bu? Ya'ni 18 va 25. Birdan boshqa umumiy bo'luvchisi yo'q degani. 18 ga keladigan bo'lsak, 2 ga bo'linadi, 9 ga bo'linadi, 3 ga bo'linadi, 6 ga bo'linadi. Bu sonlarning birortasi 25 ga bo'linadi. Ya'ni 25 bu sonlarga bo'linadi. Bunda esa 5 ga bo'linadi, bu 25 ga bo'linadi. Bularning umumiy bo'luvchisi yo'q birdan boshqa. Ya'ni birdan boshqa umumiy bo'luvchisi bo'lmagan sonlar o'zaro tub deyiladi. Bizda 18 va 25 aslida tub sonlar emas, lekin o'zaro tubga kiradi. Ya'ni 18 va 25 solishtirganimizda birdan boshqa umumiy bo'luvchisi yo'q. Shuning uchun bu to'g'ri. Albatta to'g'ri. Juftligini toping. Endi ikkinchisi yozilgan 24 va 14. Va ko'rinib turibdiki, bu o'zaro tub emas. Chunki ikkalasi ham juft son. Juft son kamida 2 ga bo'linadi. Bu ham 2 ga bo'linadi, bu ham 2 ga bo'linadi. O'shaning uchun bu
tub son juftligi emas. Ikkalasi ya'ni o'zaro tub emas. Ikkinchisi 25 64. Uchinchisi 25 64. Bular o'zaro tubmi? Mana bu 25 va 5 ga bo'linadi. 64 25 va 5 ga bo'linmaydi. Shuning uchun bu ham to'g'ri ekan. Bu 25 va 64 ham o'zaro tub ekan. Keyingisi ko'rsatmoqda bizda 44 bilan 121 ni ko'rsatyapti. 121. Bu o'zaro tubmi? O'zaro tub emas. Chunki bizda 44 degani 4 karra 11, 121 bu 11 karra 11. Ya'ni 11 ning kvadrati. Bu ikkalasi 11 ga bo'linadi. Birdan boshqa 11 ga ham bo'linadi. Shuning uchun bu ham o'zaro tub emas. O'zaro tub emas. Mana bu aslida o'rtasini chizish kerak edi. Ya'ni bo'sh to'plam. Javob emas, sifatni yozib ketiraylik. O'zaro tub emas. Keyingisi 125 va 108. Buni solishtirishimiz kerak. Va 108. Endi buni o'ylab ko'radigan bo'lsak, mana bu 5 ning kubi faqat 5 va 5 ga qaralishi 25 va 125 ga bo'linadi. Endi 108 imiz 5 ga bo'linmaydi. 108 qachon 5 ga bo'linishi kerak? Son 5 ga bo'linishi uchun oxir raqami 0 yoki 5 bo'lishi kerak. Oxir raqam 8 bo'linmaydi. Shuning uchun bu ham o'zaro tub emas. Keyingisi 15 va 99. Bu qanaqa son bu? O'zaro tub emas. Nima uchun? Bu 3 ga bo'linadi. Bu ham 3 ga bo'linadi. Bo'ldi. Birdan boshqa biror bir songa bo'lindimi? Bular o'zaro tub son emas. Keyingi savol. 120 ga 108 berilgan. Aniq ikkalasi ham juft. Demak, bu o'zaro emas. Ikkita juftdan kamida biz aytdik, 2 ga bo'linib qo'yadi. Shuning uchun bu ham bo'lmaydi. Keyingi savol. 11 25. 11 25. Bittasi 11 ga bo'linadi, bittasi 25 va 5 ga. Umumiy bo'luvchisi yo'q birdan boshqa. Bu to'g'ri. Keyingisi 144 va 118. 144 va 118. Bu ham tushundik o'sha. Ikkalasi ham chunki juft son. 2 ga bo'linib qo'yadi kamida. Keyingisi 108 ga 103. 108 ga necha ekan? 33. 33. Endi qarang, mana bu 3 ga bo'linadi. Bu ham 3 ga bo'linadi. 3 ga bo'linishi nima bo'lishi kerak edi? Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa 3 ga bo'linadi. Demak 9 ga ham xuddi shunaqa bo'ladi. Raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linsa, son 9 ga bo'linadi. Bizda hozir 3 ni tekshirib ko'raylik. 3 qo'shsam 9, 9 3 ga bo'linadimi? Demak 108 ham 3 ga bo'linadi. 33 qo'shsam 6, 6 3 ga bo'linadimi? Demak 33 ham 3 ga bo'linadi. Demak bu ham o'zaro tub emas ekan. Keyingi sonimiz 23 ga 69. 23 ga 69. Qarang. Mana bu 69 ni 3 ga bo'linadi, 69. Bo'linadi, to'g'rimi? 3 ga bo'linsa necha bo'ladi? 69 ni 3 ga bo'lganimizda 23 bo'ladi. 3 karra 3 9, 3 karra 2 6. Mana bu yerda o'zi 23 bor. Demak, bu ikkala son 23 bilan 69 imiz 23 ga bo'linib qo'yadi. O'shaning uchun bu ham o'zaro tub emas. Qaysi son qoldi? 34 ga 170 qoldi. Ikkalasi ham juft. Yozyapmayman. Juft sonlar albatta bir-biriga bo'linib qo'yadi. Kamida 2 ga. 18 va 105. Mana. Endi mana 18 va 105 ga keldik. Demak, bu ham ko'rib turibsizki 3 ga bo'linadigan son. Nega?
1 ga 8 ni qo'shsam 9. 9 3 ga bo'linadi. Demak, 18 ham 3 ga bo'linadi. 3 ga bo'linadi. Mana bu 105 yig'indisi 6. Bu ham 3 ga bo'linadi 6. Shuning uchun bular ham o'zaro turli emas ekan. Endi bizga oxirgisi 7 ga 343. Bu 7 ga bo'linib qo'yadi. Va 340 ni mana 7 ga bo'lib ko'raylik. 7 ga bo'lsak, 34 ning ichida 4 tadan ekan. 28 ayirib qo'ysam 6. 63 ga 9 tadan 49 bo'ladi. Ya'ni bu ham 7 ga bo'linadi. Demak, bu sonlarimiz ham o'zaro emas. Demak, bizga qaysilari bo'ldi? Shunda mana bu o'zaro to'p bizga, chunki o'zaro to'p qatorlar toping deyapti. Bu yana bormi? Bor ekan. Mana bu. Demak, 3 tasigina o'zaro to'p ekan berilgan sonlarda. Qolganlarining bo'lishisi bor ekan. Mana buni ham yozib ketganmizmi? Bu 5, mana bu ham to'g'ri-ku mana. Nimaga buni adashib qo'yib ketganmiz shekilli. 5 ning ko'pi mana 108. Faqat 5, 25 va 125 ga bo'linadi. Bu bo'linmaydi bu sonlarga. Bu ham to'g'ri. Demak, mana bu ham o'zaro to'pash. 125 bilan 108 imiz. Demak, 4 tasi o'zaro to'p ekan. Bu mavzu to'g'risida kichik bir ma'lumotga ega bo'ldik. Bu ma'lumotlar bilan bemalol nechta son bersa ham ularning ekubini topa olamiz. Endi keyingi mavzuga o'tamiz. Keyingi mavzu ekub degan mavzumiz. Ekub. Endi ikkinchi, ya'ni 42-mavzu. 42. Eng kichik umumiy karralar degan mavzu. Eng kichik umumiy karralar. Eng kichik umumiy karralar. Umumiy karralar. Ya'ni bu qisqartmasi ekub. Ekub, ya'ni eng bosh harflar olinganda eng kichik umumiy karralar. Qisqartmasi shu. Xo'sh, buni ham o'rganib chiqamiz. Endi ikkita sonni ko'rib chiqamiz. O'quvchilar ikkita sonni ko'rib oddiy tushunolish uchun ko'rib olamiz sonlarimizni. Demak, bizga 4 va 6 berilgan ekan. Mavzumizda tushunolish uchun yetarli. 4 va 6 ning eng kichik umumiy karrasi toping. Ya'ni i kubini toping. Ya'ni bu mana bunaqa yozilsa tushunarli bo'ladi. I kub 4 va 6. Yoki boya biz oxirgi harfini yozib oldik, qulaylik bo'lishi uchun. Qisqaroq yozish uchun yana ham oxirgi harfini k 4 va 6 yozsak, buni ham 4 va 6 ning ekubini topishimiz kerak ekan deb tushunishimiz kerak. Demak, topaman. O uchun buni ham xuddi ekubga o'xshab to'p ko'paytuvchilarga ajrataman. Demak, 4 degan 2 ning kvadrati. Mana asos tubga keldi. 6 degani 2 karra 3 degan. Xo'sh. Yaxshi, endi ekub 4 va 6 ni yoza olamiz. 4 va 6. Qaraymiz. 2 va 2 ning kvadrati. Kichigini olmaymiz endi. Endi kattasini olamiz. Eng kichik umumiy karraliga kattani olamiz. Ya'ni bizga shunday eng kichik son kerakki 4 va 6 ga bo'linishi kerak. Shuning uchun biz kattasini olamiz ekubdan. 2 ning kvadrati. Bu yerda endi 1 bor. Mana bu yerda. Ko'paytirgan bir nechaga bo'ladi. Bu yerda 3 bor. Endi 3 ni olmasak 6 ga bo'linmaydi. O'shaning uchun
Qaysida bo'lsa olamiz. 3 ta olmasak, bunga bo'linmaydi. Bunga bo'linadi. Bizga qanaqa son kerak edi? Ikkalasiga ham bo'linadigan eng kichik son kerak edi. Ko'paytirib qo'yamiz endi buni. 2 ning kvadrati 4, 4 kira 3, 12. Demak, 4 va 6 ning i ko'ki, ya'ni eng kichik umumiy karralisi 12 ekan. Ana endi misollardan ko'rishimiz kerak bo'ladi. Misollar. Xo'sh, aytaylik bizga mana 3-masalamizda, 3-masalamizda mashqlar bilan ko'ryapman. 136-bet. Sizlarga albatta vazifalar kelishib oldik. Orqasidagi testlardan ishlaysizlar. 20 ta testlar. Xo'sh, a barobar 2 ning kubi 5 ning kvadrati va 19. B barobar 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 5 ning kubi va 9 ning kvadrati. 9 ning kvadrati. Endi mana B ni o'zgartirib yoza olmasak bo'lmaydi. Nimaga? Chunki bizda i kub topish uchun asoslar to'p son bo'lishi kerak. Qani tekshirsak 2, 5, 19larni to'p son. Asosi. Ba'zilar emas. Asosi. B ning asoslari 2, 5, 9. 9 bu yerda to'p son emas. Chunki 9 3 ga bo'linadi, 9 ga bo'linadi, 1 ga bo'linadi. O'shaning uchun buni boshqa yozib olsak, 2 ning kvadrati 5 ning kubi va 9 degani bo'lsa 3 ning kvadrati degani. Faqat buni ham kvadrat turibdi-da. To'g'rimi? Tashqi tomoniga mana bu ham turibdi-da mana. O'shaning uchun yozamiz. 2 ning kvadrati 5 ning kubi. Endi bu vaziyatda ikkita daraja bir-biriga ko'paytiriladi. Ya'ni 3 ning 2 kira 2si nima bo'ladi? 3 ning 4-si bo'ladi. Demak, biz endi mana bu sonlarga nisbatan, mana bu tub ko'paytirish ajaliga nisbatan i kub topamiz. I kub a va b topamiz. Demak, 2 ning kubi bilan 2 ning kvadrati qaysi katta? Albatta 2 ning kubi katta. 5 ning kvadrati va 5 ning kubi qaysi katta? 5 ning kubi katta. Yaxshi. 19 va 3 ning 4-si. Endi biz ikkalasiga ham bo'linish uchun 19 ni ham, mana 3 ning 4-sini ham, ya'ni 81 bo'ladi. Ikkalasini ham ko'paytirishga majburmiz. 19 ko'paytirilgan 81. Shularni ko'paytirib qo'ysak, topgan bo'lamiz o'rtoqlar. Ko'paytiramiz endi buni. 2 ning kubi. 2 ning ko'paytmasi qanaqa bo'ladi? 8. 5 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 5, 5 ning kubi. 125. Ajoyib. Endi biz 19 ga 81 ni ko'paytirib olishimiz kerak bo'ladi. Ko'paytirib olamiz buni. 19 ga 81 bizda bo'lar ekan 1539 ekan. Endi qulay ko'paytirishdan foydalanamiz. Ya'ni mana ikkalasini ko'paytirsak 1000 bo'ladi. 1000. Ya'ni 1000 ko'paytirilgan 1539. Biz oxirgi nolliklarga ko'paytirishni oson yo'lini bilamiz, o'rganganmiz. Ya'ni 1539 dan keyin nechta noli bor? 3 ta nolni orqasiga yozib qo'ysak, 1000 ga ko'paytirgan bo'lamiz. Buni o'qish uchun nima qilardik? Oxiridan 3 ta virgul ajratardik. Shunda 1 nechta bor? 6 ta farqi birdan keyin. Demak, million yozishimiz kerak.
1,539,000 ekan. Mana shu sonlarning ikuki. Ya'ni A va Bga ikkalasiga ham bo'linadigan eng kichik son 1,539,000 ekan. Demak, javob shu. Ikuk topishni ham tushundik deb o'ylayman. Endi shunga doir masalalardan ko'ramiz, o'rtoqlar. Endi mana 13 ga o'xshagan misol qanaqa ishlanadi? Mana Krekkening 13-chi misoli mashqlardan. Xo'sh, A, A'si berilgan bizga I kub N va M 18 ga teng ekan va I kub N va M I kub N va M 180 ekan. Shunday bo'lsa deyapti bizga N va M sonlarini toping. Ya'ni N ni ham toping, M ni ham toping deyapti. Yaxshi ekan misolimiz. Endi bunga doir bir masala, formula bor. Ya'ni I kub N va M ko'paytirilgan I kub N va M barobar N ko'paytirilgan M degan forma. Bu yerga biz ko'paytmani topa olsak bo'ladi. Ko'paytmani. Ya'ni mana buni o'rniga 18 qo'yamiz. 18 ga teng turibdi-yu mana. Va I kubni o'rniga 180 qo'yamiz. 180 barobar N ko'paytirilgan M. Ya'ni biz ko'paytmani topib oldik. Ko'paytmani topib oldik. Ko'paytmani topib oldik. Endi biz N va M ni qidiramiz. Fikrlaymiz va qidiramiz. Xo'sh, endi I kub qanaqa son? I kubi bo'lyapti bizda. Mana bu N va M, N ko'paytirilgan M ni ko'p ko'paytuvchiga ajrab chiqamiz. Ya'ni ko'paytma bizga ko'rinib turibdiki 18 kira 180 ekan. Xo'sh, 18 kara deymiz. 180 nima degani? Bu 18 kara 10 deganimi? Yaxshi. Yozib olamiz endi. 18 degani 9 kara 2. 9 kara 2 degani. 9 degani 3 ning kvadrati. Ko'paytirilgan 2. Ya'ni bitta 18 yozib oldik. Ikkinchisi ham xuddi shunaqa bo'ladi. 3 ning kvadrati kara 9, 2 va 10 degani 2 kara 5 degani. Yozib olamiz. Nechta 2 bor? Bitta, ikkita, 3ta. Ya'ni buni 2 ning kubi deb yozaman. 3 ning kvadrati 3 ning kvadrati. Darajalari qo'shiladi, ko'paytiriladi deganmiz. Demak, ko'paytirilgan 3 ning 4 darajasi va nima qoldi? 5 qoldi. Demak, mana shu holat bizda. Mana shu holat. Endi qarang. N ni nima deb olsam va M ni nima deb olsam, aytaylik, I kubi 18 bo'ladi. Qidiramiz endi. N barobar va M barobar nimadir bo'ladi. Xo'sh, demak bizda I kub bo'lish uchun nima bo'lish kerak ekan? Mana I kubi ko'rinib turibdi 18 ga teng ekan. Buni biz 3 ning kvadrati kara nima dedik? 2 dedik. Demak, N va M da ham 3 ning kvadrat bo'lishga majbur ekan. Demak, mana bu 3 ning 4-si teng bo'linar ikkalasiga. Bunga ham bitta 3 ning kvadrati bor. To'g'rimi? Aha. Bunga ham bitta 3 ning kvadrati bor. Ikkalasi ko'paytirilganda 3 ning 4-si paydo bo'ladi.
Yaxshi, ajoyib ekan. Xo'sh, endi yana nima bor? Endi bizda ikkining kubi bor. Ikkining kubi bor. Ikkining kubi bor. Bittasiga beramiz. Qaysi biri gap? Ehm, Endi bizda mana bunda ikki bor. Bunda aytaylik ikkining kvadrati bor. To'g'rimi? To'g'ri. Endi qarang. Mana bu o'zi sonlarning ilk kubi nima bo'lib qoldi? 3 ning kvadratiga 2 bo'lib qoldi. Endi 5 ni qayerga beramiz? 5 ni agar bu tomonga beradigan bo'lsam, bu tomonga beradi. Qaysi tomonga berishim qat'iy nazar to'g'ri bo'laveradi, to'g'rimi? Ya'ni ilk kubda chunki ikkalasiga ham borini olamiz-da. Xo'sh. Yaxshi. Bu yerda eng kattami bizga umuman ko'rsatilmagan. En va m sonlar bir-biriga bo'linmasligi berilgan ekan. En va m sonlari bir-biriga bo'linmasligi berilgan ekan. Mhm. Qaranglar. Demak, n va m'lar bir-biriga bo'linmaydigan son bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak? Hozir mana bu bunga bo'linmaydi. N'ga bo'linmaydi. Chunki 5 bor. Shuning uchun 5 n'ga bo'lishga majbur ekan. Agar 5 ni bunga ko'paytirib qo'yilganda edi, bunda bo'lmaganda edi, bu bunga bo'linib qolardi. O'shaning uchun nima bo'lar ekan? 5 ni biz to'g'ri qo'ygan ekanmiz. Joyiga turibdi 5. Bu bunga bo'linmaydi. Nimaga desanglar, bunga 2 ning kvadrati. 3 ning kvadrati bo'linadi. Unda muammo yo'q. 2ning kvadratiga bo'linmay qoladi. O'shaning uchun biz to'g'ri amalni bajardik. Ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. 3 ning kvadrati degani bizda 9. 2 kere 5'imiz 10. 90 ekan. Enimiz va 3 ning kvadrati 9, 2 ning kvadrati 4. Bu 36 ekan. Demak, n barobar 90 ekan. A m barobar 36 ekan. Lekin ikki xil holat ham bo'lishi mumkin deb aytishimiz mumkin. Endi ko'raylik mana ikkinchi holat. Bu birinchi holat ekan. Chunki qaysi n bizga noma'lum. Endi 3 ning kvadrati ko'paytirilgan 2 ning kvadrati deydigan bo'lsa, mni 3 ning kvadrati 2 ko'paytirilgan 5 deydi. Ya'ni o'rni o'zgarib qoladi-da. 36 bu 90 ga aylanib qoladi. Mana bu javob bo'ladi. Mana bu javob. Yoki o'rni o'zgarishligi mumkin. N 36 bo'lib, m 45 ham bo'lishi mumkin. 90 deydi. 45 mi? 90 ha? 90. Muhimi bir-biriga bo'linmaydi. 90 36 ga bo'lib neydi? Mana shu javob. N 90 m 36 bo'lishi mumkin yoki teskarisi ham bo'lishi mumkin. N 36 bo'lib, n 90 ham bo'lishi mumkin. Bu sodani ko'paytmasi muhim. Mana buni beradi bizga. Mana ko'paytmani beradi. Demak, o'ylaymanki buni ham topishni tushundik. Endi biz keyingi mavzuga o'tamiz. To'plamlar va Venn diagrammasi mavzusi. Bu ham muhim mavzu. Haqiqiy masalalarni yechishga juda qo'l keladi. Buni ham o'rganishimiz kerak. 3-mavzu. To'plamlar va Venn diagrammasi. To'plamlar va Venn diagrammasi. Venn diagrammasi degan mavzu. Xo'sh, nima bo'lyapti bu yerda? Endi masala yordamida tushuntirib o'tib ketaman buni.
Xo'sh, bu yerda bizga nimalar kerak? Aylanamiz bormikin aylanamiz? Aylana, doira, aylana. Shakllar, aylanalar yo'q ekan bu yerda shekilli. Tayyor aylana kerak edi. Mayli. Chiza olamiz aylanani o'zimiz. Biz instrumentda aylanamiz yo'q ekanda. To'g'ri, mana nima ekan? Shu. Nazorat sovuq ekan bu. Yaxshi, mayli. Endi mashqlardan birinchisi. Demak, birinchi mashq. Birinchi mashq. Xo'sh, 100 kishidan iborat turistlar guruhida 70 kishi ingliz tilini biladi. Demak, bizda umumiy universal to'plam deb ataymiz 100 kishi ekan. 100 kishilik nima ekan? Iborat turistlar bor. 70 kishi ingliz tilini bilar ekan. Demak, ingliz tilini biladiganlar soni 70 kishi ekan. 45 kishi nemis tilini bilar ekan. Nemis tilini endi belgilab olaman. 45 kishi nemis tilini bilar ekan. Va 23 kishi ikkala tilni ham bilar ekan. Demak, ikkala tilni ham biladiganlar, ya'ni ingliz va nemis tilini biladiganlar, ya'ni ingliz tilini ham biladi, a, nemis tilini ham biladiganlar 23 ta ekan, 23 ta ekan. Ya'ni mana bu birlashmasi, ko'paytmasi yoki umumiy qismi. Hozir buni Venn diagrammasida ko'rsatib beraman. Endi bizda aytaylik, Venn diagramma chizamiz. Bu bizda universal to'plam. U, umiz jami holatda burchkanmasini olaylik. Endi mana bu bizga ingliz tilini biladiganlar. Mana. Bunisi nemis tilini biladi. Demak, mana bu ingliz tilini biladiganlar, ingliz tilini biladiganlar, to'liq bilaylik, ingliz tili ibn yozilar shekilli. Bunisi nemis tilini biladiganlar. Mana bu qismichi, mana bu qismi. Mana bu qismi o'rtadagi. Mana bunisi ikkala tilni biladiganlar. Ikkala tilni biladiganlar. Buni biz nima deb yozdik? I ko'paytma endi yozdik. Mana shu belgi ikkala tilni ham bilishini bildiradi. Xo'sh, yaxshi. Yozib olamiz. Mana bu A ga teng bo'lsin. A tabusin. Bunisi B tabusin, bunisi C tabusin. Endi bu degani nima degani? Mana bu ingliz tilini biladiganlar mana bu doiraga kiradi. Nemis tilini biladiganlar mana bu doiraga kiradi. Ikkala tilni biladigan mana bu B deb belgilab oldik. O'rtadagi kesishgan soha. Shuning uchun mana bu ko'paytma yoki kesishma ham deyiladi. Mana shu belgi mana. Mana shu belgi. Bunisi birlashma deyiladi. Demak, yana bir narsa olamiz. Demak, bizda jami holat. Mana bu D ham bor bu yerda. Endi D bu yerda hech qaysi tilni bilmaydiganlar. Endi bizda hozir D haqida gapirilmayapti. Ya'ni ikkala tilni gapirilyapti ekan. Ikkala tilni bilmaydigan turistni hech narsa deyilyapti ekan. Mana shu D ikkala tilni ham bilmaydi. Ingliz tilini ham bilmaydi, nemis tilini ham bilmaydi. Demak, bu umuman boshqa turistda bu. Nemis ham emas, ingliz ham emas. D'ni topishni so'ralyapti ekan, D'ni.
Ya'ni de bizda ikkala tilni bilmaydiganlar. Chunki bu doiraga ham, bu doiraga ham kirmaydi. Lekin umumiy turistlar ichida borda bu. Turistlar ichida bor. Yaxshi. Yozib olamiz. Umumiy holatda A plus B plus C plus D'miz jami 100 ta turistni berish kerak. 100 ta turistni berish kerak. Ajoyib. Endi birinchi doira, ingliz tili doiramizda ingliz tilini biladiganlar, mana shu doiraga kiradiganlar. Bu yerda A va B bor. Ikkalasini qo'shamiz. A plus B'miz ingliz tilini biladiganlar nechta edi? Mana yozilgan 70 ta edi. Nemisni yozamiz. B bilan seni qo'shsak, jami nemisni biluvchilar soni kelib chiqadi. B bilan seni qo'shsak. Bu 45 ta deyapti. Endi bizaga mana bu nima edi mana? Mana bu narsa. Umumiy qismi, ya'ni bu B bizda. B. B shunga teng ekan. B 23. Mana shuni sistema qilamizda. Endi bu yerda ko'p narsa kelib chiqdi уже. Qarang. A plus B ni o'rniga bizga berilgan B 23 qo'yamiz. Barobar 70. Bundan kelib chiqadiki A teng ekan 70 minus 23. Ya'ni mana bu plus 23imiz bu tomonga o'tsa, bilamizki minus bo'lib o'tadi. Necha bo'ladi? 47 bo'ladimi ayirganimizda? 47 bo'ladi. 70 dan 23 ayirsak. Endi B ni o'rniga 23 qo'yaman. Plus barobar 45. Bu ham xuddi shunday. 23ni 45ni yoniga o'tkazadigan bo'lsam, ya'ni tenglikni bu tomoniga. Ayruv bo'lib o'tib, 45 dan 23 ayiramiz. Demak, 5 dan 3 ayirsam 2, 4 dan 2 ayirsam 2. Demak, 22. Ana endi tenglamamizga olib borib qo'ysak bo'ladi. Bizda S'ni ham topdik, A'ni ham topdik, B o'zi berilgan edi. Mana bu tenglama olib borib qo'yamiz dedi. Mana bu tenglamaga o'toqlar. Mana berilgan tenglamamizga olib borib qo'yamiz. Ya'ni A'ning qiymatini topib oldik. 47 ekan. B'ning qiymatini topdik. Bor edi o'zi. 23 ekan. S 22 ekanligini topdik. Bizda noma'lum faqat B qolmoqda va 100 ekan bu. Uchalasini qo'shaman. 7 ga 3 ni qo'shganimda, o'zi mana bu ikkalasi qo'shgan 70 bo'ladimi? 70 ga 22 ni qo'shsam 92 bo'ladi. 92 plus D barobar 100. Xo'sh, D barobar necha bo'ladi? 100 minus 92 o'tadi tenglik bu tomoniga. Demak, D barobar ayirganimizda 8 kishi yetadi. Ya'ni 8 kishi ingliz tilini ham, nemis tilini ham bilmaslikka chiqadi. Demak, bizda javob 8. Mana shu. Mana temirni masalalarga juda qo'l keladi. Bizda Venn diagrammasi va o'sha to'plamlar degan mavzumiz. O'shaning uchun mana shunday yechim beramiz. Xo'sh, yaxshi. 43-chi mavzumiz ketdi. Qisqacha biz shuni oldik. Endi 44-chi mavzu. Kombinatorik va ehtimollik mavzular. Keyingi mavzu. Ya'ni 44-chi mavzu. 44-chi mavzu. Kombinatorika. Kombinatorika va ehtimollik mavzulari. Ehtimollik. Yaxshi.
Kombinatorika o'zi nima? Kombinatorika matematikaning keng tatbiqlarga ega bo'limlaridan biri. Yana bir qayerda ishlatiladi? Turmushda, texnika va ishlab chiqarishda uchraydigan masalalarni yechish usullari ko'p bo'lishi mumkin. Bu usullarning soni nechta? Ularning qanday hisoblash mumkin? Kombinatorika ana shu savollarga javob beradi. Shunday qilib biz birinchi misolni ko'ramiz. Ya'ni mashqlardan birinchisini ko'ramiz. Birinchi mashq berilyapti. Savatda 5 ta olma, 3 ta nok bor. Demak, olmalar soni 5 ta ekan, noklar soni 3 ta ekan. Savat bor. Savatda aralashib kelyapti. Olmalar 5 ta, noklar 3 ta. Savatdan bitta mevani tanlash necha usulda amalga oshishi mumkin? Endi bizda umumiy savat bo'ladigan bo'lsa, 5 ta olma, 3 ta bor. Jami nechta bor? 8 ta bor. Demak, 8 xil yo'li bor ekan. Chunki 8 ta meva bor. Bittalab olmoqchi bo'lsak, 8 marta olamiz. Ixtiyoriy meva deyapti. Bizga 5 ta nok, 5 ta olma yoki bitta nok olishni aytmayapti. Bizga shunchaki meva deyapti. Bizda olma ham meva, nok ham meva hisoblanadi. O'shaning uchun 8 ta meva bormi umumiy holatda? Demak, 8 xil usulda bitta mevani olishimiz mumkin ekan. Javob 8. Endi ikkinchi masala. Misol mashqdan ikkinchisi. Uydan universitetgacha 3 kun bilan borish mumkin. Demak, mana bu aytaylik uy mana shu. Uy, ha, uy bo'lsin, uy. Mana bu universitet. Turaman. Universitetman. Universitetman. Aytaylik, tasavvur shunda. Xo'sh. Mana shu yergacha bo'lgan masofa qanaqadir e, uch xil yo'l bilan borish mumkin ekan. Ya'ni bitta yo'l bor, ikkita yo'l bor, uchta yo'l bor. Uchta yo'limiz bor. Birinchi yo'l, ikkinchi yo'l, uchinchi yo'l. Ya'ni uydan universitetga borishni uch xil yo'l bor ekan. Ajoyib ekan. Universitetdan korxonaga ikki xil yo'l bilan borish mumkin. Endi universitetdan korxonaga. Mana bu yerdan korxonaga ikkita xil yo'l bor ekan. Mana bu korxona bo'lsin, korxona. Ikki xil yo'l bor. Bir, ikki. Bu yerda uch xil yo'l bor. Jami bu yerda ikki xil yo'l bor. Endi undan universitet orqali necha o'tish mumkin deyapti. Undan universitet orqali necha xil yo'ldan borish mumkin. Ya'ni endi bizga aytyaptiki, uydan universitet orqali o'tsak, ya'ni uydan korxonagacha. Faqat o'rtada universitetdan o'tsak deyapti. Shu orqali o'tsak, jami uydan korxonagacha necha xil usuldan borish mumkin degan savol qo'yyapti. Demak, buni ko'paytirish yo'li yordamida topamiz. Qanday? Uch xil yo'l bor bizda. Mana uch xil yo'l bor edi. Universitetgacha uch xil yo'l bor edi. Universitetdan korxonagacha qancha? Ikki xil yo'l bor. Ko'paytirsak, 6 xil yo'l bo'ladi. Nima uchun ko'paytirilyapti bu? Qarang. Aytaylik, bu birinchi yo'l bilan kelsa, qancha yo'l bor? Yana ikkita imkoniyat bor. Ikkita. Endi ikkinchi yo'l bilan kelgan bo'lsin. Kelib qo'ydi, yana ikkita yo'l bor. Birinchi, ikkinchi yo'l bor. Ikkita bo'ladimi yana? Imkoniyat ikkita. Uchinchi yo'l bilan keldi ham yana ikkita yo'l bor-da. Ikkita yo'l bor. Qo'shib qo'ysak, nima bo'ladi? Ikki kere uchib qoladi-da. 10. Ya'ni ko'paytirish usullaridan topiladi bunaqa masala. Demak, javobimiz 6 ekan. Endi bizda uchinchi masala. Uchinchi masala. Endi bizga 5 ta son berilgan. Ya'ni 1, 2, 3, 4, 5 degan sonlarimiz berilgan.
Mana shu sonlardan nechta ikki xonali son tuzish mumkin? Ularning nechtasida raqamlar takrorlanmaydi? Endi sonlarni biz har xil tuza olamiz. Ikki xil variantda tuzishimiz mumkin-da buni. Ya'ni sonlar takrorlanishi mumkin yoki takrorlanmasligi mumkin. Ya'ni biz ikki xonali sonlarni so'rayapmiz. Ana, endi birinchi holatni ko'ramiz. Ya'ni takrorlansa. Ikki xonali son tuzish uchun bizga nima kerak? Ikkita katak kerak bo'ladi. Ikkita katak kerak bo'ladi. Chunki ikki xonali sonda o'rtasida ko'paytiruv bo'ladi. Xo'sh, takrorlansa de. Nechta son bor jami? 5 ta son bor. Takrorlanursin deyapti. Endi men 5 dan foydalanib qo'ygan bo'lsam, yana qayta foydalanur deyapti. Demak, beshovidan ham ikkinchisida ham foydalana olamanmi? Takrorlanishi mumkin-da. 55, 44, 33, 22, 11 degan sonlarimiz ham ikki xonali son. Takrorlansa bo'ladi. Birinchi shart. Demak, ko'paytirsa 25 ta takrorlanuvchi son tuzish mumkin ekan. Mana shu 5 ta sonlar yordamida. Ikkinchi holat, endi raqamlar takrorlanmasin. Demak, takrorlanmasa qanday bo'ladi? Qanday bo'ladi? Mana. Yana ikki xonali son uchun ikkita katak ajratamiz. Endi qaraymiz. Aytaylik, men mana bu joyga foydalanish uchun 1, 2, 3, 4, 5 ta sonim bor. Ixtiyor bittasidan foydalanaman. Aytaylik, birdan foydalanib qo'ygan bo'lsam, ya'ni 5 ta imkoniyatim bor edi. Men birdan foydalandim. Imkoniyatlar soni endi takrorlanmasin degani uchun 2, 3, 4, 5 qoladi. Bir nechta son bor? 4 ta son bor. Ikkovini ko'paytirsam 20 ta takrorlanmas sonli bor ekan ikki xonali. Shu raqamlar yordamida tuzilsa, o'zi qanday bo'lyapti mana? 25 ta son bo'lyapti. Endi mana har biri 11, 22, 33, 44, 55 ta. Ya'ni 5 ta takrorlanish sonimiz bormi o'zi? O'sha 5 ni ayirib qo'ysak ham 20 chiqadi. Yoki mana bu usul bilan hisoblaymiz. Yaxshi. O'ylaymanki tushundik. Endi 4-chi misolimizda ozroq tushunishimiz kerak bo'lgan joy bor. Buni ham ko'rsatib o'taman shu joyga. 4-chi misol. 4-chi misol. 0, 8, 7, 7, 3, 4, 5. Savol: raqamlar yordamida raqamlari takrorlanmaydigan nechta ikki xonali son tuzish mumkin? Yana ikki xonali son so'rayapti. Bizda demak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta son berilyapti. Ikkita katak ajratamiz endi yana ikki xonali son uchun. Endi qarang. Men mana birinchi katakka nechta son qo'ya olaman? Ha? Nechta qo'ya olaman? 5 tasini qo'ya olaman. Chunki boshida 0 bilan boshlanadigan ikki xonali son mavjud emas. U bir xonali qoladi. Agar 0 qo'ysam boshiga. O'shaning uchun mana bu yerda menda 5 ta sondan foydalana olaman. 8 dan foydalana olishim mumkin. 7 dan, 3 dan, 4 dan, 5 dan foydalana olaman. 0 ni qo'ya olmayman-da. Shuning uchun menda 5 ta imkoniyatim bor ekan. Xo'sh, yaxshi, ajoyib ekan. Ana endi aytaylik, men 8 dan foydalanib qo'ygan bo'lsam, bu tomonda 8 dan foydalanishim mumkin emas. Mumkin emas. To'g'rimi? Nima uchun? Chunki shartda takrorlanmaydigan degan shart berilgan. Demak, takrorlanmaydigan degan shart berilsa, biz sonlarni bir-biriga takrorlamasligimiz kerak. O'sha shart berilmasa, nechta deb qo'ysa shunchaki takrorlanmasin degan so'z bo'lmasa,
Demak, takrorlanishi ham mumkin deb tushunishimiz kerak. Bizda demak hozir takrorlanmasa deyapti. Mana takrorlanmasin deyapti. Ya'ni 88, 77, 33, 44, 55 degan sonlarimiz kerak emas ekan. Endi bu yoqda nechta son bor? 8dan foydalanmasak bizda 0 bor. Bu yerdan endi ikkinchisidan foydalanish mumkin-da. 7 bor, 3 bor, 4 bor, 5 bor. Nechta son bor? Bu yoqda ham 5 son bor. Chunki bu yoqda 0 dan foydalanish mumkin-da. 50, 80, 70 degan sonlarimiz ikki xonali son, to'g'rimi? Demak, ko'paytirib qo'ysak, 25 ta shu raqamlar yordamida takrorlanmaydigan, ya'ni raqamlari takrorlanmaydigan ikki xonali son tushunib ekan. Javob 25. Demak, bu yerda ham o'ylaymanki, kommentoriyda mavzu har xil keladi. Masalalarda, testlarimizda kelsa yana qo'shimcha tushuntiriladi. Umumiy olganda kommentoriyga mana shunaqa savollar keladi. Nechta, qancha usulimiz bor, nechtaligi haqida, qanaqa variantlarimiz bor, nechta variantlarimiz bor degan masalalar keladi o'rtoqlar. Endi keyingi mavzu nima bizda? Ehtimollik degan mavzumiz. Ehtimollik. Ehtimollik degan mavzu. Misolimiz bormikin sizda? Ehtimollikda masalamiz bormi? Bor ekan, sinf ishida yozib ko'ramiz. Endi ikkinchi mavzumiz ehtimollik degan mavzumiz. Ehtimollik. Yani kichkina mavzu ichidagi mavzucha. Ehtimollik. Aslida bu ehtimollik bu katta bir fan, katta bir fan. Universitetda bu alohida fan sifatida o'tiladigan juda katta soha. Biz qisqacha nima ekanligini tushuna olamiz hozir. Demak, ehtimollik. Endi ehtimollikka qanaqa variantlar keladi bizlar? Ehtimollik. P A barobar M taqsim N. Ehtimollikning asosiy formulasi. Bu yerda A nima edi? A o'sha hodisa, bo'lishi mumkin bo'lgan hodisa. M qulaylik tug'diruvchi, o'sha hodisani ro'y berishi uchun qulaylik tug'diruvchi imkoniyatlar soni. Imkoniyatlar soni. N'imiz jami imkoniyatlar soni desak bo'ladi. Soni. Yaxshi. Demak, mana shu nisbatga ehtimollik beradi. Buni o'qiymiz. A hodisaning ehtimolligi M taqsim N'ga. Ya'ni bizga qulaylik tug'diruvchi savolda kelayotgan hodisa ro'y berishi uchun qulaylik tug'diruvchi holatlar soni N jami holatlar soni. Hozir bitta mashhur yordamida buni ko'rsak tushunamiz inshaalloh. Demak, biz aytyaptiki, qutida 7 ta oq quti bor ekan. Quti. Shunda 7 ta oq. 7 ta oq shar va 3 ta qora shar bor ekan. 3 ta qora shar bor ekan. Ajoyib. Undan tavakkaliga olingan sharning oq bo'lish ehtimoli toping. Endi biz mana shu oq bo'lish ehtimoli, ya'ni
oq bo'lish ehtimoli O deylik mana. Oq bo'lish ehtimolligi n taqsim n. Demak, endi bizda bitta quti borda, quti deylik shuni. Quti bo'lsa, yettita oq shar, uchta nima shar bor? Qora shar bor. Bizda maxraj nima edi? Maxraj endi tavakkalga olingan shar, ya'ni bitta shar olsak, o'shani oq bo'lish ehtimolligini so'rayapti. Shar chiqish ehtimolini so'rayapti. Jami nechta bizga umuman olganda shar bor? Shar 10 ta shar bor. 7 ga chiqarsak 10 bo'ladi. 10 ta shar bor. Bizda mana shu 10 ta jami holat bo'ladi. Chunki jami o'zi sharlar soni 10. Jami imkoniyatlarimiz mana. Jami imkoniyatlarimiz 10 ta, ya'ni shar olish imkoniyatimiz 10 ta. Qora shar bo'ladimi? Oq shar bo'ladimi? Muhimi biz 10 ta shar olamiz. Bittadan olsak, ya'ni 10 marta qo'l uzatishimiz kerak. Endi shuni nechtasida oq chiqadi? Oq nechtasiga chiqishi mumkin? Nechta oq bor bizda? 7 ta oq bormi? Demak, 7 ta bizda imkoniyat qulaylik tug'diruvchi, ya'ni bizga oq bo'lish uchun 7 tasi imkoniyat beradi. Shuning uchun 7 tasi 10 degan javob bo'ladi. 0 butun nima ekan? 7 bo'lib qo'ysak. Mana shunaqa savollar bizda ehtimollik savollarimizda keladi, o'rtoqlar. Bu yerda o'zi 10 ta misolda ko'prog'i ehtimolli ekan. Endi 45-chi mavzuni tushuntirib o'taman. Zapis juda kattarib ketadi, o'rtoqlar. Bizda zapis ketyapti deb o'ylayman, inshaalloh. Shu zapisni bosuvdim. Xo'sh, keyingi mavzu. 45-chi mavzumiz. 45 ta mavzu yetarli, o'quvchilar. Kasr haqida tushuncha. Kasr. Kasr haqida tushuncha. Haqiqat tushuncha. To'g'ri va noto'g'ri kasrlar. To'g'ri va noto'g'ri kasrlar. Demak, butunning teng bo'laklari o'liklar deyiladi. Masalan, butun tor teng 4 bo'lakka bo'linsa va shundan bir bo'lagi olingan bo'lsa, tortning 4 dan bir qismi olingan. O'sha qism o'lik degani. Misol uchun ixtiyoriy non deylik, non. Mana bu non bo'lsin. Aytaylik shuni teng bo'laklarga bo'lsak, kesib chiqsak, nechtadir endi. Nechta bo'ldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya'ni teng 7 ga bo'ldik. Teng 7 ga bo'lindi. Shuning uchun mahrajga yozaman. Shuni bittasi. 7 dan 1 bo'lagi deyiladi. Kasr mana shu. Yani teng bo'laklarga bo'linadi. Shuni bittasi 1 bo'lak bo'ladi. 7 dan 2 qismini toping desa, demak 7 dan 2 deb o'qiladi yoki 2 taqsim 7 deb ham o'qiladi. Kasr 7 dan 2 ulushi yoki 7 dan 1 ulushi. 1 taqsim 7 yoki 2 taqsim 7 kabi kasrni o'qish mumkin. Endi bizga aytilyaptiki, 1 taqsim 7 deganini mana 1 taqsim 7 ni misol uchun 1 bo'lingan 7 da ikkalasi bir-biriga teng. Bir xil amal. 2 taqsim 7 miz ham xuddi shunaqa. 2 bo'lingan 7 ni 2 taqsim 7 deb yozish mumkin yoki 2 taqsim 7 ni 2 bo'lingan 7 deb yozishimiz ham mumkin. Endi bizga to'g'ri va noto'g'ri kasrlar qanaqa bo'ladi? Demak, birinchi mavzumiz 45 dagi savolimiz to'g'ri kasr.
to'g'ri kasr deb qanaqa kasrlarga aytiladi? Demak, to'g'ri kasr. A taqsim B bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak? Ha? Demak, A mana bu A. Doim mahrajdan kichik bo'lsa, to'g'ri kasr deyiladi. To'g'ri kasr deyiladi. Doim shunaqa bo'lishi kerak. Demak, surat mahrajdan kichik bo'lishi shart. To'g'ri kasr deb atalishi mumkin. Misol uchun to'g'ri kasrga misollar. 1/2, 3/5, misol uchun. Ya'ni suratdagi kichik bo'lsa bo'ldi. Demak, mana bu kasrning ustidagi bizga ismi nima ekan? Surati, kasrning surati deyiladi. Ha, chiziqchani pastidagi mahrajdagi. Mahraj deyiladi. Kasrning surati va mahraj. Bu A taqsim B deb o'qilishi mumkin yoki B dan A. Xuddi yettidan bir qism bo'lganda B dan A qismi. Shuning uchun teng bo'laklarga bo'lingan yettita bo'lak bo'ldi-yu. Shuning uchun ham mahraj bizda doim katta bo'lsa, nima bo'ladi? To'g'ri kasr deb ataladi. Bunaqa sonlarimiz ko'p. 10 olsam, misol uchun 9 ololmayman. 9 olsam, bu birdan katta chiqib ketadi. Shuning uchun bu noto'g'ri kasr bo'lishi uchun birdan hech bo'lmasa 11 bo'lishi kerak. Yoki 10 bo'lsa 13 bo'lishi kerak. Surat doim kichik bo'lishi kerak. Ikkinchisi, noto'g'ri kasr. Noto'g'ri kasr. Endi teskari bu. Endi aytaylik, A taqsim B degan kasrimiz bo'lsa. Endi qanaqa shart bo'ladiki, noto'g'ri kasr bo'lishi uchun? Endi A'miz B'dan katta yoki teng bo'ladi. Teng ham bo'lishi mumkin. Bu ham noto'g'ri kasr. Ya'ni A bilan B teng bo'lganda nima bo'lib qolishi? Misol uchun aytaylik, 2/2. Bu ham noto'g'ri kasr deyiladi. 1ga teng. Demak, 1 o'zi ham noto'g'ri kasr ekanda. 1 ixtiyoriy teng sonlarni bo'linmasi ko'rish yozish mumkin. 2/2, 3/3, 4/4, 1/1, uni farqi yo'q. Demak, bular hammasi 1 bo'ladi. 1 ham demak noto'g'ri kasr ekan. Keyingisi mana 3 olsam, mahraj 2 bo'lishi kerak. Yoki 3 bo'lishi kerak. Bo'lganda 1dan oshmasligi kerak-da. Mana 9 oladigan bo'lsa, 4 olishi mumkin, 3 olishi mumkin. 9 gacha bora oladi. 9 dan kattasini bersam noto'g'ri kasr bo'lib ketadi. O'ylaymanki tushunarli bo'lyapti. Mana 10 oladigan bo'lsam, 11 yozolmayman. 10 yozolaman, 9 yozolaman, 8 yozolaman. Xullas, bundan kichigini yozaman. Noto'g'ri kasr bo'lishi uchun. Chunki noto'g'ri kasrda nima degani o'zi? 3/2 deganimiz bolalar 1/2 dan 1 degani axir bu. Bugun tushuntirdimchilar. Mana bu butun qismi, bu kasr qismi. Mana bu kasr qismi. 2 ni tepasidagi mana bu surat nimani bildiradi? Bu qoldiqni bildiradi edi, qoldiq. Qoldiq. Mana bu endi bizga noto'g'ri kasr. Mana bu ko'rinishni keltirib qo'ysak, nima deyiladi? Aralash kasr deyiladi. Aralash kasr. Demak, noto'g'ri kasrni aralash kasrga keltirish mumkin. Chunki surat mahrajdan katta-da. Yaxshi. Mana endi bitta misol ko'raylik. Birinchi mashq bizga aytyapti. Alida 20 ta yong'oq bor. Yong'oqlar nima ekan? 20 ta yong'og'i bor ekan. Yong'oq bor. Endi aytyapti, yarimni ukasiga beribdi-da. Demak, ukasiga yarmini bersa, 20 ni 2 ga bo'lamizmi? 10 ta ukasiga bergan.
ukasiga bergan. Va choragini singlisiga berdi. Chorak degani nima degani? Singlisiga, eslaylik, 20ni choragi degani bilamizki, 4dan 1 qismi chorak, to'g'rimi? Ya'ni 4dan 1 qism berdi desa, jami yong'oqlar sonini, ya'ni 20tani 4dan 1ga ko'paytiramiz. Demak, nima bo'ladi bu? 20 taqsim 4 bo'ladi. Ya'ni 20 kira 1 equals 4. 5tasini kimga beribdi? Ukasiga beribdi. Singlisiga. Alining o'zida qancha qoldi deyapti. Alida qolganligi o'zi 20ta bor edi. Shuni 5 10tasini ukasiga va 5tasini nimaga beribdi? Singlisiga beribdi. Bularni qo'shib keyin ayirishimiz kerak-da. 20dan 15ta ayirsak, 5tasi o'zida qolibdi. Ajoyib ekan, masalan. Endi 6-masalada savol kelyapti. Ko'rib qoldim hozir. 6-savol. Bunaqa deydi. 100ning choragi kattami yoki 200ning nim choragimi deyapti. 100ning choragi degani biz hozir chorakni ko'rdik, 4dan 1 qismi degani. Bu 25 ga teng bo'ladi. Endi nim chorak degan tushuncha bor. Nim chorak degani 8dan 1 qismi bo'ladi. 200 ni 8 ga bo'lsa nechi bo'ladi? Demak, buni 4 ga bo'lsak, 200 ni 4 ga bo'lsam 50, 8 ni 4 ga bo'lsam 2. 25. Qaysi biri katta? Kattami yo kattami? Yo ikkalasi teng ekan. Teng degan javob bo'ladi. Ikkalasi teng. Qaysi katta bo'lsa katta deyveramiz. Endi hozir ikkalasi teng bo'lib qoldi-da. 8-savolga o'zim tushdi. 8-savolga. 1 metr kvadrat deyapti. 1 metr kvadrat deyapti. 1 ga degani 1 gektar. 1 ga. Ya'ni gektarni ga deydi. 1 gektarning qanday qismi tashkil qiladi? 1 metr kvadrat. Endi 1 gamiz nimaga teng? O'chida. Ya'ni 1 gektarimiz 1 gektar bu. 1 gani tushuning. 1 gektar degani 100 metrga 100 metr degani. Ya'ni 100 metrga 100 metr joy. Ko'paytirsak 10,000 metr kvadrat joy deyapti. Qanday qism tashkil qiladi? Bu uchun biz 1 gani, ya'ni 1 gektarni 1 metr kvadratga bo'lishimiz kerak. Bu bizda 10,000 metr kvadrat, bu bizda 1 metr kvadrat. Metr kvadrat qisqarib ketadi. 1000 ni 1 ga bo'lsak, 10,000 ga. Nima ekan? 10,000 dan 1 qismini tashkil qilgan. 10,000 dan 1 qismini tashkil qilgan. Yaxshi. 10,000 dan 1 qismini tashkil qilar ekan. Qanday qismini tashkil qiladi deganda 10,000 dan 1 qism tashkil qiladi. Kasrli, kichik kasrli. Ya'ni bu bo'lsak 0,10dan 100dan 1000dan 10,000dan 1. 4 nol boru, to'g'rimi? 10,000 o'shaning uchun virguldan keyin 4 raqamlar chiqadi. 10,000dan 1 deb o'qiladi. Ajoyib, 8 ga ham ishlay oldik. Endi o'ylaymanki, bu mavzu o'quvchilar sizlarga tushunarli. Buni mashqlarda ham, testlarimizda ham tushuntirib ketganman. Shakllarimiz kelyapti, bo'yalgan shakllarimiz kelyapti. Mavzuni misollarning ichida ham tushuntirib ko'rganman. Endi masala kelyapti, biz uni tushunishimiz kerak. Yaxshi. 45gacha sizlarga vazifa. Mana shu videoni ko'rib chiqamiz. Vazifalarni kitob orqasidagi testlardan ishlaymiz. Ya'ni bizda 41-mavzuimiz nechinchi bet hozir aytib o'taman.
va kitob eskilari uchun taqiqlab qo'yaman hozir. 41, demak, 310 betdan boshlanar ekan mavzu qo'shilar. 310 betdan boshlanarkan ekan va 45 mavzugacha, ya'ni 45 mavzu ham ichiga kiradi. Buni ham ishlaysizlar. Ya'ni 5 ta mavzuni to'liq ishlab kelasizlar. Bu bizga hozir tog' gruppaga berilgan. Manimcha jup gruppaga kirishgacha berildi. Endi ertaga 5 ta qo'shsak 8gacha bo'ladi, xudo xohlasa. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoni ko'ring, tushunib oling va vazifalarni bajarib kelasiz.